Assalomu alaykum, Qulunbayning obunachilari. Bizga mehmon kelib qopti mana. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, Qulunbayning obunachilari. Qayerdan keldingiz? Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Xo'jand qishlog'idan keldik. Xo'jand qishlog'idan, ha, bo'ldi. Qanday Qulunbayga ko'ra havas kelib turibdimi, Xudo xolasa? Bularning holati zo'r. Havas qildik gidroponika usulida ekishda. Biz hozir yer holatda akaxonimizdan 2 yil oldin holatda, o'tgan yilgi holatda ko'chatlarini olib ketganmiz. Qanaqa navlar ko'chat olganingiz mendan sir bo'lmasa? Biz hamma navlari ko'chatlardan olganmiz. Mana boshidan sanab o'tadigan bo'lsak, Murana navli, keyin Sanandras, Albion, Alba, Clery, Cabrilla degan sortlarda olgan, Chorniy Press degan sortlarda olganman. Shuni bizga qancha olgandingiz? Chorniy Pressdan 10 mingta olgandim. Baraka topdingizmi, yo'qmi? 10 mingta olgandim, 10 sotikka ekdim, baraka topdim. Hozir qancha sotik qilib oldingiz Chorniy Pressda? Chorniy Pressda hozir 30 sotik qilib olganman. 30 sotik qilib oldim. O'tgan mancha ko'chatlardan odamlarga tarqatdik, sotdik, boshqa qildik. Undan ham baraka topdingiz. Undan baraka topdim. Hamma qulpinlardan baraka topdim. Sortlari aniq-aniq, hech bunaqa chalkashmovchilik yo'q. O'sha aytgan sortlarim, gapingiz bo'lyapman uzr. Aytgan sortlarim aytgandaqa chiqdimi? Misol Murana, Albion yana Albion 100% chiqdi. Mana kimga mahsulotimni sotgan bo'lsam bilishadi, qanday holatda mahsulot olishganini, qanday yiriklikda qulpinay olishganini, qanday sifatli, chiroyli, bliski, yaltiroq qulpinay olishganini. Endi bu qulpinaylarimizni shunisiga guvoh bo'ldimki, issiqlarga ham chidamli berishyapti. Ayniqsa mana Clery degan navlarimiz, Murana degan navlarimiz, Cabrilla degan navlarimiz issiqlarga ham bardosh berib, o'zimizning issiqlarda ham o'zini oldirib qo'ygan, yo'qotib qo'ygan. Chiroyli hosil beryapti. Bemalol ko'chatlariga zakaz berib, akamizdan ko'chatlardan zakaz olishingiz mumkin. Adashmaysiz, xudo xolasa. Adashmaysiz. Biz olib ketdik. 2 yildan beri oldi berdi qilamiz bu akadan. Ko'chatlarni olib ketib foydalanamiz kerak bo'lsa. Endi qarangda, masalan, mana o'sha mahalla kelganingizda aytuvdim, Rossiyaga borish hojati yo'q. Rossiya bo'lgandagi mana shu yerda o'sha pul topsa bo'ladi deb aytuvdim. Eslaysizmi, eslamaysizmi? 2 yil oldin mana shu gapni aytganlar menga. Men Rossiyaga borib Dog'istonda ishlab kelardim. Dog'istonda ishlab kelardim. Endi mana qulpinaychilik bilan shug'ullanishni boshlaganimga qulpinaydan yaxshi daromad olyapman. Rossiyaga borishga hojat qolgan yo'q. O'shaning uchun shayda Rossiya ham pulini bemalol topsa bo'lar ekan-a, zar. Bemalol topyapman. Borgim ham kelmay qolgan vaqtda, oilani oldida, bag'rida borgim ham kelmay qolgan. Albatta, bola chaqa oldida turganga nima yetsin? Nima yetsin? Borganimiz ham yo'q hozir. Mana shu bilan orqasidan shug'ullanyapmiz. Bundan tashqari o'zimizning kichkina tadbirkorligimiz bor, savdogarlik bilan shug'ullanamiz. Bu ikkinchi bizga hobbi ish bo'lib qolgan. O'zi biz bularni qilganingizdan keyin savdogarlikka ish qolmagandir o'zi. Ha, savdogarlikka o'zi chiqartirdik savdoni. Haftada har kun chiqardik. Hozir bir kun, 2 kunga qisqargan xolos. Ali Chorniy Pressda ko'cha mevasini terib yetkiza olmadik. Shunaqa darajada ko'p hosil solar ekan, terib yetkiza olmay qoldik. Hosilda Chorniy Press hosilining yirikligi qanchalik bo'ldi? Yirikligi aka, uni ham o'ta maydasi bo'lmaydi. Yirikligi yong'oqdan kattaroq. Bo'ldi. Yong'oqdan kattaroq. Mazasiga qanaqa? Mazasiga vobshe gap yo'q. Unaqa qulmay yeganmisiz bu? Oldin yemaganmiz. 2 yildan beri yeyapmiz, boshqa akani oldida kelganimizdan beri yeyapmiz. Bedali maqtov oldik, qochdi gap emas, realni bo'lgan, foydalanganmiz. Baraka topdik. Shuning uchun yana havas qilib, qiziqib, gidroponika usulida ekkan ekanlar. Shunga qiziqib bir ko'rish uchun keldik. Xudo xolasa, xudo xolasa. Buni ham yo'lga qo'yamiz, xudo xolasa. Yaxshi. Hozir biz ochiq dalada yerda kapillik qilib, yo'qsa 70 agat qilib ekib foydalanyapmiz. Imkonimiz boricha foydalanyapmiz. Mana misol uchun telefon so'rab tursiz, maslahat berildimi, berilmadimi? 100% maslahat berildilar. Erinmaydilar maslahat berishdan. Uni qilma, buni qil. Qanaqa oziqa berish haqida, qanaqa o'sha retseptlarni pulni qo'limdan kelgancha kerak bo'lsa dorilarigacha buni qiling, boshqani qiling deb hammasini tavsiyani beradilar. Mana shunchalik gurkurab turibdi qulpinaylarning holati. Havas qilyapman. Xudo xolasa, biz mana shu usullarda yetishtirishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, xudo xolasa. Akamizga gap yo'q. Rahmat, ishonchli sortlar chiqyapti. Aybedan olib misol uchun sizga sortlarda chalkashmizchilik yo'q-da. Ba'zi bir joydan qulpinay ko'chat olsangiz, aytgan sortingiz chiqmaydi, boshqa chiqmaydi. 5-6 xil sort chiqib qoladi. Bilib-bilmay aralashtirib yuboradi. Bu yerda aniq-aniq yozib qo'yilgan. Sort chalkashmovchilik bo'lmaydi. Mana misol uchun qo'shimcha yana gap. Misol uchun ko'pchilik menga o'zimga aytishyapti-ki, deb, Namangan odam ham telefon qilib, sizdan 4 mingta ko'chat olgandim, yana 4 mingta, 5 mingta olgan ekansiz. Olib keyin Namangandan pul 4 ming so'm qimmatli qilib 3 ming so'm Toshkentdan chaqiribdi. Toshkentdan olib kelib chaqirgan 8 xil ko'chat chiqibdi. Menda olib kelgan Clery degan sorti Clery chiqibdi.
Kim bilan telefon ko'cha so'rasa, shu odamga bir o'yladi, men tavsiya qilaverarkan. O'shani aytyapman-da, bilib bilmay hali odamlar hasharchilar ishlaydi-yu. Bilib bilmay ashuna qilib bitta aralashib qoladi, ikkita ashuna aralashib ketib qolyapti, ashuna holatlar bo'lyapti. Bu yerda har bir ishni naqasigacha to'chka virgulgacha qo'yib adashtirilgan yo'q. Bitta aqa o'tib ketib yoki kabriylar sotga o'tib ketgan yeri yo'q. Hamma sot aniq chiqyapti. Xudo xolasa. Bemalol. Yegi rejalaringiz qanaqa endi o'zi? Biz bo'ldim. Yegi rejalarimiz aka o'tgan yili biz ishonavering, sizdan ko'cha topib ketganmiz, 15 sotik, 10 sotikdan boshlagan bo'lsak, bu yil mana shuni 30 sotik, 40 sotikka olib chiqdik, foydalandik. 2 yildan beri foydalanyapmiz shuni orqali. Kecha biz sizdan olib ketgan ko'chatlarimizdan o'zimiz yetishtirib, undan ham foydalanyapmiz ko'chatlardan. O'zimiz xalqimizga yetishtirib tarqatyapmiz ko'chatlarni, tarqatyapmiz. Endi biz 1 gektarga shuni ko'paytirmoqchimiz. Qaysi sortga qiziqyapsiz 1 gektar ko'paytirgan? Endi buni ochiq dalamizga o'zimizda issiq holatlarga, issiqlarga eng bardoshli sortlarimiz Morana bilan keyin Kileri sortlarimiz ancha chidamli sortlarimiz hisoblanyapti. Kileriga eng ishqiboz bo'lgani Kileri sortimizga erta ham pishyapti. Erta chiqadi. Endi buni issig'imizga ancha kasalliklarga, issig'iga ham yashnab turaverar ekan. Buni Charli sortlarimizga o'xshab palaklari qari bashara. Xo'p, mana Kileri haqida gap ketib qoldi. Kilerida qanchalik mazasi, hosildorlik, Charliga nisbatan mesela Namangan Charli ko'p ekadi-yu. Nisbatan qaysida kuchliroq hosildorlik, mazasi? Kilerida kuchliroq. Aka, men sizdan 2 yil oldin Kileri ko'chat olib ketgan bo'lsam, hamma sortini olib ketganman. Kuchim yetgan. Endi Kileri haqida gapiryapsiz. Kilerida aytadigan bo'lsam, Kilerimiz masalan o'tgan yillar rosa hosil soldi, katta soldi. Men sotgani olib chiqqanimda Kileriki bunaqa qilpini ko'rmaganman. Endi yaltiroq, bilingizki, laklab qo'yganmisizlar, nima qilgansizlar degan gaplarni eshitdik. Yaxshi narxda sotdim. Masalan, Charlilarga solishtiradigan bo'lsam, Charlidan 2 barobargacha qimmat sotdim. Sonra Charli nechta pul sotdingiz, bu Kilerini nechta pul sotdingiz? Men Charlidan boshlamaganman, Charli ekmaganman. Yonimdagilar birinchi marta sizga murojaat qilib, sizdan qulpini ekishni boshladi. Charlilar oddiy qulpinilar yoki jaydar qulpinilar. Bari eshitgandirsiz, hech kilo yonmayan sotamiz bozorda. Bozordami qayda bo'lsam yonmayan sotamiz. Masalan, Charli'ni 15 ming ham sotdik kerak. Kilosini 15 ming. Meniki 35 mingdan 30 mingdan tushmadi. Oxiri tugatgan holatida ham. Tugatgan holatida ham. Hozirgi kunda ham 2 barobar, hozirgi kunda ham chiqyapti. Bu degani 2 barobar qimmat degani Charli misol uchun aytgan birinchi men eshitmadim-ku. Aytgan kiloni ham bermaydi. Keyin summasi ham o'rdan chiqadi deshadi Charli navlarida. Endi buni qarang. Kileriga ishqiboz bo'lgan tarafim, Kileri birinchi yiliga masalan ikkinchi yiliga birinchi yilgidan ham nisbatan ko'p hosil sifatli berar ekan, o'ta chiroyli berar ekan. Ikkinchi yiliga qoldirsangiz uni buzmasdan buzish kerak emas. Charlini yeriga buzishadi, boshqaday kishaveradi. Buni unaqa emas. Charli buni barglari qari bo'lib, birpasda yomon bo'lib qoladi-da, issiqda. O'zimiz bilamiz, o'zim ekmaganman, yonimdagilar ekib foydalanyapti. Hamma hozir men ekkan ko'chatga ishqiboz, prosta nima deydi? Ba'zi birlar qimmatsirayapti. Qimmatsiramay ko'chatni olganlar, biz ham qimmatsiramay oldik, baraka topdik. Qimmatsiramay olganlar baraka topadi. Chunki 1 kilosida 2 barobargacha raznica qilyapti sezonda. Mana sizga yana gapingiz bo'lyapti. O'sha mahalda kelgan paytingizda aytgan bo'lishim kerak, ko'pchilikga aytaman. O'zaro ekan odamlarga ko'proq ekish tavsiya qilganman. Shunda ham o'sha chorniy prislarini olganimda ham, o'sha 2 yil oldingi holatda chorniy prislarini olganimda ham men 5 sotikka olaman. 2000 deganlar-da bir tupini. Ochiq yilda yulib berishlarini 2000 deganlar, mengacha kelishtirib berganlar. O'shani 5 sotikka ekaman, yarmiga ekib turaytsam 10 sotikka bosing deganlar. O'shanda menga kerak bo'lsa yordam qilib berib turganlar, yarmini bir oydan keyin uzib bo'lsa ham rad tutib ketganman pulini. To'g'ri gap. Yarmini ajlaniya qilib berganlar, yarmini bosing deganlar menga, yarmini kimga foyda bo'ldi mana? Foydasi aka, foydasini ancha foydalandik. O'tgan yilda o'zida ishonavering, endi bu YouTube'da gapirsam lob bo'lar, ancha ko'chatini o'zidan ancha daromad qilib oldim. Ko'chatini o'zidan mevasini qo'yaverang. Ko'chatni bu yil ikkinchi yiliga chorniy pres qoldirdim, 30 sotikka ko'rdim, terib yetkiza olmadim. Qolib ketdi. Yetkiza olmadim. Hasharchi ishladi, 4 ta 5 ta hasharchilar, o'zimiz 3 kishi odam. Aka opa singillarim ham terishdi. Shunda ham yetkiza olmadik. Buni Bag'dodga sotib tersak, chorniy pres вообще 30 arang teriydi. Hosili ko'p bo'yicha. Chorniy pres ikkinchi yilga ancha hosil ko'p berar ekan. Birinchi yilga sal pastroq berishi mumkin, lekin yaxshi tunna beradi, yirik chiroyli beradi. Ikkinchi yilga qoldirsangiz uni вообще terib yetkiza olmaydigan mazasi. Unaqa bizda ham bo'lgan unaqa, to'g'ri. Gap yo'q. Hali bo'ldi, salomat bo'lasizlar, sog' bo'linglar, like desang chiqarib qo'ymasdan. Like bosib qo'yaveringlar, gap so'z yo'q. Ikki zamirmasa akaga ozonmiz. Aka bilan oldi berdi qilamiz, maslahat olamiz, boshqa qilamiz. Like yemaysizlar, gap so'z yo'q. Bemalol ishonch, ko'ngil to'q qilib kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.